Pinterest bizga nima uchun kerak? Aynan Pinterestdan turli xil rasmlarni topishimiz mumkin. Har bir sohaga oid qanaqa xohlasak, o'shanaqa sohaga oid topishimiz mumkin. Masalan, biz fitnes kanalida ishlayotgan bo'lsak, fitnes bo'ldi, fitnes ga oid mana turli xil mashq bajarayotgan boshqa videolar, rasmlar ham bor, video ham bor. Bittasini tanlab olib, bu video ekan. Buni qanaqa qilib olamiz? Mana bu yerda xohlasak copy link qilishimiz mumkin yoki birdaniga Telegram ustiga bosib, Telegramdan mana aynan mana shu Save As botga yuboramiz. Bu yerda bizga shu narsani olib beradi, buni olib bermadi. Demak, bu YouTubedan skachat qilinar ekan, o'shaning uchun olib bermadi. Keling, boshqasini ko'ramiz. YouTubedan ham olishni o'rgatgandim qanday qilib. Mana shu videoni ko'radigan bo'lsak, buni olamiz, copy link qilamiz yoki plyusni ustiga bosib yuborsak ham bo'ladi. Mana yuboradigan bo'lsak, aynan bizga mana shuni, mana videosini chiqarib beradi. Ko'rdingizmi? Mana bemalol buni olib kanalda foydalansak bo'ladi. Yoki bo'lmasa, boshqa, masalan, qanaqa kanalda ishlaymiz? Keling, biz fitnes emas, psixologiya kanalida ishlasak. Mana bu yerda endi aynan psixologiyaga oid videolar, rasmlar, endi o'zimizga keraksizlarni ham chiqarib beradi, o'zimizga keraklisini tanlab olamiz. O'zimizga keraklisini bemalol kerak vaqtda tanlab olamiz. Aynan video montaj qilganda ham mana shu yerdan rasm olamiz. Kerak bo'lib qolsa, gapga mos rasmlar uchun mana shu yerdan olishimiz mumkin. Masalan, mana shu rasmni olish uchun ham xuddi shunday Telegramga buni yuboramiz, botga yuboramiz. Bizga aynan buni rasmini chiqarib beradi. Mana fayl qilib ham chiqarib beradi. Bemalol buni olib biz kanalda foydalansak bo'ladi. Bundan tashqari, aynan psixologiya emas, SMM bo'yicha yuritmoqchi bo'lishimiz, mobilografiya bo'yicha rasmlar kerak bo'lishi mumkin. Xohlagan bir mavzuyizda yozib topsangiz